Assalomu alaykum. Bu YouTube, Instagram kanali obunachilari mana bugungi tabrik loyiha doiramiz davom qilayotir. Bugungi adresimiz Xudo xolasa bu yerning ovul fuqarolari yig'ini Layman mahallasi o'zlarimizning mana Qahhor Komsomolda bo'laton bo'ldi. Bugungi tug'ilgan kunning egasi, sababchisi Muhabbat opamizni qutlug' 50 yoshi bilan tabriklab keldik. Muhabbat opamizga uzoq umr, keng davlat tilaymiz. To'xtating shu zamonni, bugun tug'ilgan kuni, chiqsin ishqning tumani, bugun tug'ilgan kuni. Chalansin barcha sozlar, qurtlarni to'ksin qizlar, erisin butun muzlar, bugun tug'ilgan kuni. Boqma unday ko'chada, Assalomu alaykum. Bu Layman YouTube, Instagram kanali obunachilari mana bugungi tabrik loyiha doiramiz davom qilayotir. Bugungi adresimiz bu yerning ovul fuqarolar yig'ini Layman mahallasi. Ya'ni mana Qahhor Komsomolga tashrif buyurdik. Bugungi tug'ilgan kunimizning egasi, sababchisi Muhabbat opamizni qutlug' 50 yoshlari bilan tabriklab keldik. Barcha mana farzandlar atidan, o'g'il qizlar atidan, oqlari, kuyov bolalarning atidan Muhabbat opamizni tabriklaymiz. Muhabbat opamiz yuzga kirgay, to'lov ekan bilan qo'shaqlarday, oqib cho'liqlar bilan hamisha sog' yurgay. Xudoy mana shular tug'ilganlarning ko'pini ko'rib, mana shunday yaqin insonlardan davrasida sog' salomat yurishni nasib aylagay. Hammamizga bugungi tug'ilgan kunlar qutlug' bo'lsin. Kelgan mana shu Muhabbat opamizning yaqinlari bugungi borliqlar bilan Muhabbat opamizni tabriklashlari mumkin. Taklif qilamiz hammamizga. Mana bugungi bo'loqlar Muhabbat opamizning qutlug' 50 yoshlari muborak bo'lsin. To'lov ekan bilan qo'shaqlaraysin, uzoq umr ko'rsin. Hamisha xalqimiz arasida binolar bo'la bo'lsin. Endi kelganimizda yana rashlar qo'rqinlarga keluvlar, sizlardan so'rashlar hammamizga nasib etsin. Terima kasih.
Yaxşı olmuşlar, sağ aman girip, sağ aman olsun. Aynen işi onlar. Toyga bo'lsa ot solishgan, qiz berishib qiz olishgan, misli to'lin oy to'lishgan, Xorazmning Qoraqalpoq. Har bir ishda do'st yelgadosh, birisi ko'z, birisi qosh, qalbi dengiz mehri quyosh, Xorazmning Qoraqalpoq. Yana mana Xorazmda mehmonlarimizga xush kelibdilar, xush ko'rdik. Bor tovoqim, gel tovoqim, bormasang, gelmasang, o'rtada sim tovoqim degan bir naql bor. Tovoq sinsin, bog'i yana uzilmasin. Hamisha yaxshi kunlara, to'ylara, tug'ilgan kunlara qatnashadilar. Hammalaringizga tug'ilgan kunlar qutlug' bo'lsin. Mana qaynog'amiz Pozov akamizga yana bir tug'ilgan kun qutlug' bo'lsin. Mana she'r aytib beradi endi. She'r aytib beraman. Yarın baka demin nippe. Oy be. Aytın. Özüm bir kasap tutam. Yaqinlat. Patarlardan degendey. Bir şirayta bunu yerine kapa olalar. Xafa bo'lmaydi aytın. Özüm bir ko'zma to'yana qo'yib, beri qo'yib. Yaxshi yerlar bor, hammangizga tug'ilgan kunlar qutlug' bo'lsin. Mana Muhabbat opamizning yana bir 50 yoshlik yubiley bilan tabriklaymiz. Ana shu yerda o'tirgan mana akalarimizga hammangizga bugungi tug'ilgan kunlar qutlug' bo'lsin. Hamisha yengelerimiz, kızlarımız, singillarimiz elimizde sağ olsun. Bir günümüz ötep ağalar, üyde eğer bakmay bulmasa, lekin yaşa şuna hem ağır, üyde eğer hatın bulmasa, tapamayımız hatta kök çayını, kimi yuvalı çamurdan aynı, kuralmayımız asfalda aynı, üyde eğer hatın bulmasa. Erkeklendi bugüne giremiz, rızkımızı zorla veremez. Nerse kılıp kimde söyleyemiz üyde eğer hatın bulmasa. Cevap yoktur adi zamange, kelle gider mümkün hayonge. Gep atamız başka hayonge, üyde eğer hatın bulmasa. Ama hatlarımız yanınıza sağ olsun, genel bana tuğbaklılar kutlu olsun. Muhabbat apamızı tuğbaklılarına tebriklerken belki mimarlarımıza genel bana kınalarınızı gül bitsin. Muhabbat apa tebrikimiz. Dolayım 60, 70, 80, 90, 100 yaşlarında enişte yubiley verip, enişte yavrularınızı çağırıp oturup size nasip etsin. Genel bana bugünkü kutluk gününüz, tuğlan gününüz mübarek olsun. Karab dursam karab gözünüz, bakta bugün parlap turuptu. Kutluk olsun yerlik yaşınız, yerlik birge karab koyuptu. Bilasizmi yangi oldinda yaxshi kunlar kutib turibdi. Bugun esa siz sabab bo'lib, qarindosh urug'lar mana davra quribdi. Şu bugungi mübarek yaşınız Urgan'da 60-70 ga yubiley to'y berib bizlarni shaqirgaysiz yana o'shanda oshga. 80 yoshda sochingizga hatto bir dona ham oqsoq tushmasin. Portlab turgan to'loy kamisa yoningizdan aslo ketmasin. Yana bir tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin hammangizga. Baxtli kunlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin.
Allah.